Assalomu alaykum. Ahli gruppa charchamayapsizlarmi? Amirjonga rahmat. Mana shu 3 oydan beri mana shu joyda ishlayapmiz. Xudoga shukr. Amirjonni topganiga baraka bersin. 3 oydan beri mana shu joyda ishlayapmiz. Mana atirgullarni ulardik. Bolalarni rohatini ko'rsin ilohim. Mana bu xo'jayinlarni mashina garaji. Shu qishda faqat mana shu garaj tozalayman, bo'ldi, boshqa ish yo'q. Amirjonga rahmat kattakon. Umridan baraka topsin. Har kuni duodamiz. 3 oydan beri ishlayapmiz mana shu joyda. Bu bolani Xudo xolasa duodamiz. Mana sharoitlar juda ham o'zimizga xo'jayin mana yangi kir mashinka olib berdi. Xudoga shukr, yeyishdan nolimaymiz, mevalar bilan har kuni. Amirjonga iltimos qiluvdim. Qo'ziqorin ekay deb, o'rislar qo'ziqorinni yaxshi ko'radi-ku. Mana magazin 100 metr buni. Amirjon qo'ziqorin gaplashib berdi. Zerikkandan mana qo'ziqorin ekib qo'yganman ozgina joyga. Bitta shu tarelka salatga chiqsa bo'ldi. Xudoga shukr, mana sharoitlar juda ham yaxshi. Hech qanaqa yolg'on gap yo'q bu yoqda. Amirjon gaplashib berdi mana. 3 oydan beri mana shu joyda oyligimizni o'z vaqtida beryapti. Oyliklarimizni o'z vaqtida beryapti. Otasiga rahmat mana shu bolani. Shu bola orqali mana shu joyga kelganmiz. 150 ming rubl oylikka kelganmiz. Lekin o'zimizning harakatimiz bilan, Amirjon aytgandek, o'zimizning mehnatimiz bilan mana 185 mingga chiqdi. Endi hamma insonning o'ziga bog'liq. Amirjonga katta rahmat. Bolalarning rohatini ko'rsin. Ilohim nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Duodamiz. Rahmat kattakon Amir. Ishlaringizga omad, kasal bo'lmang. Xudoyo xudovanda yaxshilik kunlarda uchrashish nasib qilsin. Musofir joyda shuncha elimizga, xalqimizga yordam beryapsiz. Xudo xolasa bolalaringiz rohatini ko'ring. Yaxshilikda uchrashaylik ukajonim. Ishonsiz agar endi bu banni xalat arzimagan narsa-ku, mana banni xalatlarga javob berdi xo'jayin. Hammani o'ziga bog'liq. Hammani o'ziga, mehnatiga, harakatiga bog'liq. Charchamaylar, yaxshilik kunda uchrashaylik. Rahmat Amirjon.